Uzum marketda basanochka sotib qancha foyda qilsa bo'ladi tekshiramiz. Ketdik. Shu basanochka ko'rib turganingizdek hozirgacha 200 donadan ko'p sotilgan. Haftasiga esa 168 dona sotilmoqda. Endi buni Xitoydan olib keladigan bo'lsak, bizga qanchaga tushadi? Hisoblab ko'ramiz. Ketdik. Uzum marketda 149 mingga sotilmoqda bu basanochkani. Endi buni ko'paytiramiz. 2 ga, ya'ni 20% ga 29800 so'm. Bunga qo'shamiz 6000, ya'ni logistika yetkazib berish xizmati. 35800 so'm. Endi Xitoydan bu basanochkamiz qancha? Uni hisob-kitobini qilib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek Xitoyda bu basanochkamiz 19 yuan. Endi 19 yuanimiz O'zbek so'mida qancha bo'ladi? Hamda Xitoydan O'zbekistonga yetib kelgungacha qanchaga tushadi bizga? Buni ham hisob-kitobini qilamiz. 19 yuanni ko'paytiramiz. 1840 dan bo'lyapti o'zi. 34960. O'zbekistonga yetib kelgungacha 50 ming 60 ming atrofida tushadi. Buni 60 ming so'm deb olib olamiz. 149 mingdan ayiramiz 35800 so'm. Ya'ni uzumning ulushi. Yana ayiramiz 60 ming so'm. Ya'ni bu tovarning tan narxi. 53200 so'm. Endi buni ko'paytiramiz 168 ga. Bu basanochkani sotuvchi 8 million 9 million atrofida foyda qilmoqda. Yana do'stlar, unutmang, har oy soliq to'lovi ham bor. Soliq to'lovi har joyda har xil. Masalan, tumanda bo'ladigan bo'lsa, chekkaroq joyda bo'ladigan bo'lsangiz 600 mingdan to'laysiz. Agar shahardan registratsiyadan o'tadigan bo'lsangiz, ya'ni yashash joyingiz shaharda bo'ladigan bo'lsa, 1 milliondan ko'proq, 1 million 200 atrofida soliq to'laysiz har oy. 100 milliondan o'tgandan keyin qo'shimcha 4% soliq haqqi bor.